Assalomu alaykum. Million tumani ishqibozlari, ot ishqibozlari. Bugun mana biz Qirg'iziston O'zgan bozoriga ketyapmiz. Kecha vaqtimiz kechroq qoldi. Kechroq bo'lsa ham bozorda sotilgan otlarning narxlari bilan, chiqayotgan otlarning narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz. Xudo xolasa. O'zgan shahri mana. Bozorga kiramiz hozir inshaalloh. Soat necha bo'ldi aka? 11:30 bo'ldimi? 11:30 bo'ldi. Bozor hali tugagani yo'q-da, to'g'ri. Toylar bilan sotilib. Bismillahirrohmanirrohim. Mana biz bozorga kirib ketyapmiz mana. O'zgan bozoriga kirib boryapmiz. Hayvonlar chiqayotgan. Million tuvi. Million tuvi O'zbekiston. O'zbekiston. Bozorning turishini ko'ryapsizlar. Kech keldim men. Prosta bir bozorda aylanib ketay deb kelyapman. Qo'ylardan boshlaymiz. Ha, qo'ylardan boshlaymiz. Hech pul bo'ldi yana bolanga? Ha? 27 bo'ldi. Bolasi qo'chqarmi? Urg'och ekan. 27 bo'ldi. Qo'y necha oldi aka? 27 ming. U qo'ylar necha pul oldi aka? Bekar, bir tasarrufchi. Maşallah. Bolasi yaxshi ekanmi? Ot necha pul oldi? Ha, sotmaysizmi? Ot necha pul oldi toy aka, bilmaysizmi? Bilmaydi ekan. Do'stlar, mana O'zgan bozori. Bir qiziqarlik bozorlar. Aka, uylar necha pul olibdi? Ina bola 117 dan bo'libdi mashlar, ha? 117. Toy necha pul oldi, toy? Ina bola necha pul oldi? O, boyaga ina bola necha pul oldi? 150 ikkovi. Maşallah. 150 mingga olibdi qirg'iz puliga. 150 ming. 150 mingga olibdi. Juda yaxshi. Bog'lari zo'r. O'zgan ketdi, o'zgan bor, o'zgan. O'zgan ketdi, o'zgan. Mana bozor, kiyimlar, kechaklar ham sotilar ekan bu yerda mana. Etiklar, rezinka etiklar. Rezinka etiklar necha puldan ekan bu aka? Rezinka etiklar. Qanday yo'q? Egasi yo'q shekilli biroq. Uylar necha puldan bo'pti? Ikkovi? Ikkovi 205 ming bo'pti.
Formalar sotilar ekan, futbolkalar mana. Ejelarimiz va shunday narsalar sotilyapti mana inshaalloh. Bozor narxlari. Eshitdinglar? Sigirni narxini so'radim. Qo'ylar necha bo'libdi? Qo'zilar 7 mingdan mana qo'zilar, 2 oylik qo'zilar, 3 oylik qo'zilar mana. 7 mingdan. Kichkina mayda qo'zilar. Bu degani 7 ming. 100 dollar ham emas. 100 dollar emas. Maşallah. Bozorda chekib ketyapti. Bozorda ichi nima bo'ldi kim bilmadim endi. Nomerlarni so'raganlarga nomerlarni olib beramiz, eski jamoat so'raymiz. Million tuva. Voy brat. Voy brat, oldingizmi otda? Oldingizmi? Sotasizmi? Otlar kam, bugün bilmayman. Qaysi kanal ekan? Million tuva aka. Achanor. Murajan ekan buni. Neç puldan bo'pti qo'ylar? Neç puldan bermadingiz? Sog'liqlar. Sog'liq ekan bular? 15'ten vermedik, 15'ten. Sağlık. Bo'g'azmasa lekin. Yok, Qisir. 15 dan, 15 mingdan bermadi qirg'iz puliga. Voy, bismillah. Mana bozorda ham ko'rgalicha. Shuna ovozlar necha puldan bo'pti? Ama aka. Bular ketaversin. Shu toyni bitta qiziqtirib ko'rib so'rab qo'yaylik. Karta tapat, bular özden en bankına batırıp koyulsa en bankalara gelir. Az en bankına götürüyor. 158 tatmin etasın. Evet, çırak. Ya tatmin etme. Do'stlar, mana shu ot sotilar ekan, akamiz aytayapti, sotiladi deb bozordan olibdi o'zi. Oldingiz bugun? Ikkovini? Bu ham menga. Bu Qorabayir, bu Rossiya. Aralashma. Nech pul buni puli? 200 bu. 117 ga olibdi xullas. Bu 200 ekansiz nech pul qilib berasiz? Nech pul qilib beriladi buni? 200 deyilayotgan. Kami bor. Nomerni aytib qo'yingda. 772 WhatsApp nomerdi. 996 hop 772 hop 46 95 91. Bo'ldi, aloqaga chiqishadi O'zbekistondan. Hop. Yoshini aytmadingiz, yoshi nechi? Quna ha? 3 yashar. 2 yashar, maşallah. Bitta tishini ko'rsatib ber. Bitta otni tishini ko'rib tushunadiganlar juda ko'pda. Mana, bundan edi. Akalar ko'rib qo'yasa, tish endi buzyapti ekan mana. Buzmabdi hali. Buzgan yo'q. Buzmabdi hali. 2 yil buzar. 3 yasharida buzar ekan.
Sog' bo'ling. Maysal degan bor ekan akalar. Aloqaga chiqishinglar mumkin. Nomerlarni aytib o'tdim. Va xolasa. Mana toylar. O'ta chiroyli toylar ekan mana. O'ta chiroyli xolasa. Aka toylar sizdanmi? Bunanisimi? Nech pul deyapsiz aka buni? 80 ming. Erkak. Urg'achimi? Urg'achi ekan, lekin go'zal narsa ekan. Otasi, onasi bir yevro yo Rossiyami, shundaymi? Danchakmi? Bozor qancha berdi aka? 70 berdi. Biz pulga 10 million bo'ladi, 70 ming bergan bo'lsa. Agarda 80 ga sotiladigan bo'lsa 12 million 11 millionga to'g'ri keladi biz pulga, O'zbekiston puliga. Shuni ko'ringlar akalar. Nomeringizni aytib o'tasizmi? Yana boshqa otlaringiz bo'lsa aloqaga chiqishadi sizga. WhatsApp nomeringizni aytsangiz. Aytbeylar sotasizlar bugun. Bozoringiz bersin aka. Sherbet olimizlar, sherbet. Toylar mana. Mana otda jabdular, vonni, otga ketadigan narsalar. Bu yoqda toylar mana. Bu yoqda yana otni narsalar. Maşallah, mana. Akalar ko'ringlar. Toy-poylar kelsa, murojaat qila olasizlar. Mana shu bozordan olib ko'ratamiz, yo'l kiralari qimmat bo'lib ketdi, lekin o'tkazish o'ta qimmat. Otni egar juganlar. Aka, ot ter. Olmaylar. Juganlar mana. Ta'mirda bu aka. Aha. Million to'g'ri bu. Mana tu desang hangi. Tu. Ya tu aka. Million to'g'ri, million. Kanal million tu aka. Otlarni tortib ketyapman kelib O'zbekistondan. Ha. Million tu. Bormi ot aka sotiladigan? Biyalar ekan bu yerda. Erkak otlar o naryoqda ekan. O'sha yoqqa o'taman sekin. Sekin o'taman endi. Ha. Bu biyalar qanchadan bo'lyapti aka? 200 ming. Eng kattalar, ha? Katta. 170. Qoraboylarchi? Qoraboy? O'shalar qoraboylar, ha? Maşallah. 180. Ay yaxshi. O'zini bersin aka. Tortdim. Muzdoq. Muzdoq qo'shilibmi? Kayf, aka tomoqqa. Yetib desang, Bizga endi bozorda shunday ot-jobduqlari bor ekan, mana ko'ringlar. Biz asli ot-jobduqlari bilan shug'ullanamiz, ot-jobduqlarni sotamiz. Kasbimiz ham shu o'zi. Million tuvi. Kanal aka. Million tuvi. Million deganman. Ha, biyalar, otlar, katta otlar o narigi tarafda. Qaysi